Keliga nima sasvotdi? Ovqatga turib qo'ydim, oshxonaga yetmas. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarg'uncha undan ko'ra oyjonga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar, hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangacha kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenay siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Har doim faqat mani xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like kelsa qaytadan oshtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yoshab chiqing. Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlarni ham kenaylar mana shu uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Ono Stories Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timoq qilishim hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadi?